Bugun sizlar bilan Python dasturlashtirishda qanaqangi ma'lumot turlari bor va keyinchalik navbat-navbati bilan keyingi ma'lumot turlarida qanday ishlash, qanaqa funksiyalari bor, navbatini o'rganib ketaveramiz. Birinchisi butun sonlar. Int deb ataladi. O'zgaruvchi nomi butun sonlarda nomini e'lon qilyapmiz va qiymatlarini qanday qilib e'lon qilish. Ikkinchisi o'nlik kasr sonlar, ya'ni belgili bor sonlar ular float deyiladi. Ularda demak belgilangan keyin sonlar ham bo'ladi. Ikkinchisi matnli ma'lumotlar. Ular str deb ataladi. Uning nomi o'zgaruvchiga nom beryapmiz. A deb nomlasak ham bo'laveradi, farqi yo'q uni. Oldingi darsimizda o'zgaruvchilarga qanday nomlashni o'rgangandik. Mana o'zgaruvchining qiymati mana satrli ma'lumot. Istalgan satrli ma'lumot bo'lishi mumkin. Bir butun boshli matn, kitob bo'lishi ham mumkin, farqi yo'q. Mantiqiy ma'lumotlar bu deyiladi. U ikkitagina qiymatni qabul qiladi, true yoki false. Keyingisi list yoki ro'yxat. Tartiblangan elementlardan iborat bo'lgan ro'yxatlar nomi va ro'yxat turlicha qavs ichida elementlar, 3 ta element, mana qarsangiz 4 ta element. Tepada sonlar, o'nlik kasr ham butun sonlar ham farqli, mantiqiy musbat sonlar ham kiraveradi. Yoki mana ikkinchi fail deb nomlangan ro'yxat matnli ma'lumot ham bor, sonli ma'lumot ham bor, mantiqiy ma'lumot ham bor, butun sonli ma'lumotlar ham bor. Aralashtirib xohlaganini foydalanasiz. Istasangiz faqat matnli, istasangiz faqat sonli qilib ishlatishingiz mumkin. Tuple degan ma'lumot turi bor. Bu yerda list ko'rsatib, faqat mana yumaloq qavs qo'shilgan. Listdan buni farqi, buni elementlarni o'zgartirib bo'lmaydi, o'zgarmas holatda ishlatiladi. Qachondir shunaqangi ma'lumotlar kerak bo'lib qolsa, tupledan foydalaniladi. Indeks yordamida chaqirib olinadi. 0-chi indeks, 1-chi indekslik element. Listga ham xuddi shunday. 0-chi element, 1-chi indeksli element, 2-chi indeksli element, 3-chi indeksli element. Mana lug'at degan yangi ma'lumot turi bor. Dict deb ataladi. Bunga o'zgaruvchi mana Biblia qavsi ichida lug'atda har bitta elementi 2 qismdan iborat. Kalit qismi va qiymat qismidan iborat. Matnli bo'lishi ham mumkin. Bunga o'xshab sonli bo'lishi ham mumkin, qiymatlari yoki mantiqiy bo'lishi ham mumkin, farqi yo'q. Shunday holatda bo'ladi va keyingisi set degan ma'lumot turi. Demak, bu setda ma'lumotlar qanday ma'lumot yozishdan qat'iy nazar, mana 1, 2, 3 yozilgan bo'lsa, 2 ta 3, 2 ta 1, 4 ta 2 deb yozilgan bo'lsa ham setda faqat ichidagi elementlarni o'xshashi yo'q bittadan element qoldirib saqlab qo'yadi set. Buni indeks orqali birinchi, ikkinchi elementini chiqar deb bo'lmaydi bundan. Bundan agar chiqarish kerak bo'lsa, keyingi darslarda o'tamiz. Setni listga aylantirib, keyingi elementlarni chiqarib olishimiz mumkin. Yana qaytarib setga aylantirib qo'yishimiz ham mumkin. Bular Pythondagi asosiy ma'lumot turlari edi. Pythondagi yana qo'shimcha ma'lumotlarni olmoqchi bo'lsak, help ichida Python docs degan bo'limi bor. Internet yoniq holatda bo'lsa, shuni tanlasak, Python dasturlashtiruvidagi hamma elementlar bo'limlab berilgan barcha elementlar haqida bunaqangi funksiyalarning qoidasi va ular ishlatilishidagi misollar yordamida chiroyli qilib tushuntirib qo'yilgan. Istalgan turdagi ma'lumotlarni shu o'zini Python o'zini rasmiy saytidan ko'rib chiqishingiz mumkin bo'ladi.